Xo'p, oke. G'ishtli uy bo'lsa, hujjati tayyor bo'lsa, o'zimni yaqinimni uyi bo'lsa, lokatsiya zo'r bo'lsa, hamma tomonlama qulay bo'lsa, yana sizga nima kerak, oke? Bitta mana shu uyni bosib olmaysizmi? Mana shu uyni sotishlik kerak, nima qilmasin? Xo'p, ko'rasizlar? Kirishinglar bilan bismillah. To'g'rimizda mehmonxona. 2 xonali bu domimiz. Mana g'ishtdan qurilgan. Xo'p, mehmonxona bilan chiqishimiz bilan chap ko'rasizlar, o'ng tomonda umumiy hojatxona, hammom uchun joy. Xo'p, bu yerdan chiqishimiz bilan keyingi xona oshxona bo'ladi. O'zingiz ko'rasizlar. Xo'p, keyingi xonamiz yotoqxona. Mana o'zingiz ko'rasizlar, boqib qo'yishgan. Xo'p, adresni aytaman. Uchtepa tumanida Issa Nur Hayot to'yxonasini qarama-qarshi tomonda, Havas marketi yonidan 500 metrcha kirishinglar bilan chap tomonda 223 56 kvadrat starting narxi $900 dan deyishyapti. Kelishadigan joyi bor. Hammangizga omad.